Hozir men miloddan avvalgi 2-asrda mana shunday bir antiqa me'moriy obidaga kelib qoldim. Endi kelinglar, o'sha davrga bir qaytamiz. Men shundoq ko'rdim, ko'zim bilan ko'rsa odam o'sha davrga tushib qolganday bo'ladi. Aynan o'sha davrda odamlar qanday binolarda yashagan, ularni plani qanday bo'lgan, uyini chizmasi qanday bo'lgan, yerni qazib olishgan, bular ko'milib ketgan joylar bo'lgan, bular qazib o'sha yerdagi odamlar miloddan avvalgi, hozirgi emas, miloddan avvalgi 2-asrda qanday planirovkada odamlar yashagan birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik. Endi bu yerga kirish xavfli deyilgan, lekin sizlar uchun baribir kirib ko'rsatamiz. Mana bu koridor. Tasavvur qiling, bu tomon koridor bo'lgan. Shuni to'g'risida mehmonxona, zal. Marhamat ko'rsatib yuboring, taxminan 6 ga 10. Mana shu zal bo'lgan. Bu tomondan kirib kelgan, mana bu ustun bekorga turmagan. Mana bu ustunda mana bu yerda devor bo'lganmi, endi bilmadim. Demak, bu tomonda deraza bo'lgan ekan. Bu tomonda. Qani to'g'riga yuramiz. Koridor bilan keldi. Bu tomonga yuramiz. Bu tomonda ham koridor ketgan dalshi. Oynalar eni 1.20, 1.30 bor, dalshi 2 kamida. To'g'riga koridor bilan yuramiz. Bu tomonda bitta xona bor ekan, juda ham kichkina. Bu yoqda yana bitta xona bor. Buni qarang. Bo'lsa 1.5 ga 1.5 da. Bu tomonni qaranglar. Menimcha bu spalniy bo'lgan. Bu qandaydir bir hol bo'lgan, kichkinagina hol bo'lgan. Dalshi yuramiz. Qaranglar, o'sha tasavvur qiling, 2-asr, miloddan avvalgi 2-asrda odamlar qanday kallasi ishlagan. Yana bitta oyna, koridor qismi ketyapti. Dalshi yuramiz to'g'riga. Bu yoqda nima bor ekan? Bu tomon nima endi? Bu yoqdan kirib kelgan bo'lishi ham mumkin. Endi bilmaymiz 2-asrlarda. Ana endi bu tomonga keling. Mana zina. To'g'riga yuramiz, bu tomonda qaranglar mana. Endi bu yoqqa o'tishga odam qo'rqadi. Mana do'stlar. Mana bu tomonda to'g'ridagi mana bu yiqilib ketishi mumkin pastga. Shuning uchun mumkin emas kirish. Kelinglar, tashqariga chiqib ko'ramiz. Ana o'sha yerdan bir taxmin qilib ko'ramiz. Ketdik. Tezroq chiqmasak ustingizga yiqilib ketishi mumkin. Chunki 1 million yil turibdi bu. Bu devorlar 1 million yil turibdi. Mana shu devorlar million yildan beri turibdi. Eramizdan avvalgi 2-asrda turibdi. Asrdan beri turibdi. Demak, pastga to'g'riga yuramiz. Buni ham bir tasavvur qilib ko'ramiz. Qandaydir bir hol bu tomoniga o'tamiz. Demak, holdan kichkina xonaga o'tishgan. Kichkina xonaga o'tishgan. Bu yerda узкий bo'lib ketgan bitta xona. Mana buni qarang. Mana bu yerda qandaydir pechka bo'lganmi, nimadir bo'lgan. Xullas, bu yoqda bitta xona, bu yoqda bitta xona ketavergan. Qiziqarli joyiga o'tamiz, ketdik. Ana endi o'sha paytidagi shohlarni saroyi bo'lganmi, endi bilmadim. Mana shunday bir chiroyli bir juda ham katta bir buyuk narsa qurilgan. Endi uni oldiga borib bo'lmaydi hozir, yiqilib ketishi mumkin. Umuman iloji yo'q, oldiga borib bo'lmaydi do'stlar. Balki mana bu yerdan o'tsak bo'lar. Shunday kirgan mana shohlarni mana shunday bir o'zini, mana shunday bir zinasi bo'lgan. Mana shunday bir zina bo'lgan, zinadan pastga tushib kelgan. Aynan mana shu yerda kirish qismi bo'lgan. Bu bir katta bir shohlarning saroyi bo'lganda endi. Kirish qismi bo'lgan, zinani qarang qanday qurganligini. Ko'ryapsizlarmi? Shundoq kelgan, xonalarga bo'linib ketgan. Bu tomonni qaratib oling. Mana bu tomonda qandaydir qal'ani saroyi bo'lgan, kengash zallari bo'lgan bu tomonda. Ko'ryapsizlarmi? Endi pastdan yuramiz, faqat tez yurib o'tib ketish kerak. 1 million 200 yildan beri turgan toshlar ustingizga ag'nab ketishi mumkin. To'g'ridan yuramiz. Demak, bitta xona bor bu yerda. Demak, 3 ga 2.5 ga bitta xona bor taxminan. Keyingisida yana bitta xona bor. Endi u tomonga borishga qo'rqadi odam. Kelinglar, tepadan turib bitta taxmin qilib ko'ramiz. Do'stlar, mana bu yerda 2 ga 3.5 bitta xona. Bu yerda endi taxminan 4 ga 5 bitta xona. Derazalar bilan mana bu yerda yana bitta xona bo'lgan. Mana shuni 2 etajli qilib qurildi. Mana bu yer koridor bo'lgan, qandaydir. Xuddi mana shunday bo'lgan. Mana toshlarni qarang. Ishlarni qarang.
1 million yildan beri turgan g'ishtlar xuddi mana shunday. Shunaqa gaplar tarixda afsuski bilmayman. Shuning uchun men taxmin qildim. Endi sizlar aniq ma'lumotlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Menda tarixdan unchalik bilim yo'q. Shu sababli kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Endi planirovkasi, uyda planirovkasi shunday bo'lgan. O'sha paytda ham shunaqa bo'lgan ekan deganda. Endi bular toshlarni ko'rsataman sizga. Qaranglar, bular g'ishlari qanday bo'lgan. Bular g'ishlari qanday bo'lgan mana. Bu g'ishlarni qaranglar. Mana bu binoni qarang endi. Bu binoni qarang mana. Shunday katta zdaniya. Endi bu binolarni qaranglar mana. Bu nimaga bunaqangi xona bo'lib ketgan? Bu majlislar zali bo'lganmi endi? Mana bu ikkita bino, ikkita devori turishini qarang. Million yildan beri turibdi. Bitta bino, ikkita devor. Bu bino taxminan eramizdan avvalgi 2-asrda qurilgan. Ha do'stlar, aynan mana shu bino eramizdan avvalgi 2-asrda qurilgan. Juda ham katta bir shohlarni saroyi bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz. Toshlarni qaranglar, g'ish o'rnida foydalanishgan o'sha paytlari. Bularni qaranglar. Mana tog'ning ichidan ketyapmiz hozir. Dalni moment. Mana shu tog'ning o'rtasidan ketyapmiz. Me'moriy yodgorliklar mana. Mana qaranglar. Buni qaranglar. Bu ham bir qandaydir bino bo'lganda. Mana o'rtada nimadir shakllar bor-da, bu mana qaranglar. O'sha payt qurilganlar ular. Bu nima bo'lsa ekan, buni men bilmasam. Qaranglar, o'sha paytidan beri qolib ketgan g'ish bilan terib qolib ketgan paytlar bo'lgan o'sha paytlar. Endi bundan bir miloddan avvalgi 2-asr tasavvur qiling, miloddan avvalgi. Hozirgi emas, bu miloddan avvalgi. Rimda, Italiyada Pompey degan joy bor. O'sha yerga ham xudo xolasa boraman. Pompeyni ham bir ko'zim bilan ko'rish niyatim bor. Sababi bir kun ichida vulqon otilib bitta shaharni butunlay kulga ko'mgan eramizdan avvalgi 10-asrda yashagan odamlarni ko'zim bilan o'sha shaharni borib ko'rish niyatim bor. Uni ham sizlarga ko'rsataman. Endi bu Pompey emas. Pompey lekin haqiqatdan da o'ta yuqori darajada sifatli saqlanib qolgan narsalar bu yoqda. O'zimiz bilan borib ko'rib, albatta sizlarga video qilamiz do'stlar. Men o'ylaymanki, juda ham chiroyli video bo'ldi degan umiddaman. Bir taxmin qilib ko'rdik o'sha paytdagi odamlarni qanday yashashi, qanday planirovkadagi uylarda yashashini bir taxmin qilib ko'rdik xolos. Hozir qarang. Go'zallikni qarang, bu go'zallikni qarang do'stlar. Bu tomonda ham qanaqadir zdaniyalar. Qaysi tomondan chiqardik? To'g'ridan yurardik-a. Men chiqishni ham bilmay qoldim. Qayerdan chiqamiz bilmayman.